Qilib shundoq Yakkasaroy masjidi yonini olsak bo'ladi. Umumiy yer maydoni 207 sotuvni tashkil qiladigan uyimizni obzoriga keldik o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek biz уже hovlisidamiz. Mashina uchun bemalol 2 ta 3 ta joy bor. Undan tashqari uyimizning hovlisida ham joyimiz mavjud. Uyimizning g'ot postroykasi 2019-yilda bitgan. To'liq 2 urovенdan tashkil topgan. Undan tashqari bu yoq tarafda oshxonasi va yonida hojatxonasi mavjud. Podval faqat oshxonani tegini tashkil qiladi. O'rtada ko'rib turganingizdek zeleniy zona bor. Burchadagi joyimiz kotelna hisoblanadi. Xohlasanglar bemalol kladovaya qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Uy ichiga kirib obzorlarni davom ettiramiz. Zani ichiga ham kirib oldik azizlar. Kirganingizda shunaqa hol kutib oladi sizlarni. Birinchi qavatda umumiy 2 ta xonamiz mavjud. Ko'rib turganingizdek video nablijeniylar ham qilib qo'yilgan. Bu yoq tarafda zalimiz. Uni yonida bo'lsa birinchi qavat uchun mo'ljallangan sanuzel, ikkinchi qavatga chiqish va o'ng qo'lingizda birinchi qavatdagi yotoqxonamiz mavjud o'rtoqlar. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik azizlar. Ko'rib turganingizdek bu yoqda umumiy hisobda 4 ta xonamiz mavjud. Bu yoq xonani xohlasanglar zal, xohlasanglar yotoqxona sifatida, uni yonidagi yana bitta xonani xohlasanglar garderobni, xohlasanglar yotoqxona, bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Bu yoqda 3-yotoqxona, uni yonida bo'lsa 4-yotoqxonamiz mavjud o'rtoqlar. Ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan bitta yuvinish xonamiz bor. Uydagi umumiy xonalar soni 6 tani tashkil qiladi. Umumiy kvadraturamiz bo'lsa 250 kvadraturani tashkil qiladi.